3 parçalık haqida qissa. Bu 3 parçalık haqida qissa degan asarda so'zligini zodinim. Buningda so'zligini bir hayot yo'li. Men bu 4 klassik asarning ichida Yeni G'arb sayohat, 3 parçalık haqida qissa, Suv bo'yida, Qizravoq kuch qatorliqlarning ichida mushu qissani eng yoqtirman. Bu qissa haqiqatan bak qaltis yozilgan. Endi biz ko'rgan kona yoki yangi televizion teatrmi haqiqatan noit yaxshi ishlangan, ko'z ko'rgis qiladigan adam zeriktirmaydi. Tunji 3 parchalik haqida qissa ishlangan vaqtda film ishlash go'ripistlarmi bu filmning bunchalar zo'r dog'du qo'zg'ay oladiganligini, bunchalar zo'r ko'rilganligini o'ylab yetmagan. Bular o'ylamgan ish yuz bergan. Ya'ni bu film endi ishlanib surat elib kirishtir bo'g'chilar 7 devlettin bu filmni öz devletida qo'yish huquqini, ya'ni benchensini setib olg'ili xarida kelib bo'lgan. Endi marka korxona ishlari bilan shug'ullanganlar bildi bu benchen degan. Ya'ni biz har qanday bir rasm, muzika, film qatorliq san'at asarlarining bir benchens bo'ldi. Benchensni biz setib olsak, ya'ni egilik huquqini Başqalar bunu işletish uchun bizga haq to'laydi. Bir so'roq ishlatsa qonuniy javobgarlik surish qilindi. Shunga biz ko'rgan filmlarning tasdiq nomeri mancha deb aniq yoziq bor. Shunga bu filmlarni boshqa davlatlar o'z tiliga tarjima qilib, o'z davlatida qo'yish uchun chuqur buningki patent huquqida ruxsat etilishi, bularga haq to'lash kerak. Shu chaqda bu film ishlash ko'ribsizlarmi bundaq zo'r olqishga erishishni o'ylab maqmagana bu tasqagan biz davlatimizda qo'yishdan burun boshqa davlatlarga qo'yib bu filmni-chu. Bu filmni chiqarib bo'g'chilar iqtisodiy zo'r foyda kelgan. Eng muhimi innovat o'ylab qo'yganlar. Davlatimizdagi kinolarning ichida başlamçı Li Shaolong Gong filmi, onun için Chonglong, Lilianji qatorliq bir qancha odamlar bor, sirtqi davlatlarda qo'yilgan, shular ko'rdigan, yoqtirib setib turib ko'rdigandim. Biroq televiziya teatrining ichida mash 4 klassik asardan boshqa po'ataligidek shundaq tang'urin turaliqdek nima bor? Hech nima yo'q. Muhimi innovat. Qaranglar, bularning shu darajada yaxshi ko'rishini. Shundami? Endi bu qissada qarsak, rivoyat xarakterli, tabiat kuchidan olgan bir ishlar yo'q. Masalan, 72 xil o'zgardigan, 108 xil olvas chiqadigan bunday ishlar yo'q. Jabayu Linda Yunikdek bir şirin şeker muhabbetin tasvirlenmegen. Hemisi kişilik münasebet, hayat yolu, hukuklarla oyunu sözlengen. Hem de bu eserde qaysi taraf ijobiy taraf desek köpünçiler Lyubey. Şuna mı? Nurgullar deydi bu eserni Lyubey taraftarlar yazgan, şuna Lyubey taraf ijobiy taraf dedi. Naxos sülçençu. Bu belki ijobiy bo'lishi mumkin. Sav muqarrar salbiy, şuna mı? Ameliyat bundoq emas. Ameliyatda Xan haqqoniy tarafdorlarining hammasi ijobiy taraf. Savsovning qishidimi shunday ishlardan bir qanchasi chiqdi. Lyubeyning qishidimi bundaq emaslardanmi bir qanchasi chiqdi. Xan haqqonligini yo'laydigan Xan haqqoniy tarafdorlarining hammasi ijobiy taraf. Buning qarshi turganlarning hammasi salbiy taraf bo'lgan. Oqibatchi Xan haqqoniy tarafdorlari yaxshi oqibatga erisha oldimi? Yo'q. Masalan, biz hammamiz yoqtirgan bu 3 qarindosh shundami? Lyubey, Guayu, Zhangfei. 3 yilning o'limi birsidan echinishlik. Hammasi bizni asda digizib qo'ydi, afsuslantirib qo'ydi. Shunami? O'ylab baqaling, milodiy 220-yildan 280-yilga cho'g'an 60 yillik bu qisqa bir tarix bizning buyuk Junxua elining 5000 yillik tarixiga sep qarsak, mushuning Allohning mushundaq so'zligidek bir tilliq og'idek bir tarixma amaliyotda. Amaliyotda tilliq og'chiligimi yo'q bu tarixning. Umumiy 5000 yillik tariximizga qarsak, buningda o'tgan palvonlar, botir sarkardilar, donishmanlar, xaqonlar, muhim janglar, voqealar qatoridan o'rin olishimi notoyinti. Lekin mushuni qisqagina 60 yillik tarixni san'at darajasiga ko'tarib yozilgan bir buyuk asar. Parchalik haqida qissa maydonga chiqqachlar bu tarix hozircha unutilib qolmay, bu tarix so'zlanyapti, yozilyapti, filmlar ishlanayapti, yoqtirib ko'rilyapti. Mushu bir asar, mushu 60 yillik qisqagan tarixni 5000 yillik tarix ichidagi hamma odamga tunish, eng yaqin bo'lgan bir tarixga aylantirgan. Shunga men bu qissani noit yaxshi ko'raman. Shunga men mushu qissa haqida so'zladim, tarix haqida emas. Qissa haqida bayonlarim endi boshlandi. Bu qissada sizlar yaxshi ko'radigan nurg'un palvonlarni so'zlamadik, nurg'un donishmanlarni so'zlamadik. Shunami? Sizlar davomli qaysi palvonlar, qaysi donishmanlarni anglaganlar va Piyonchuga marhamat. Yoqtiradigan do'stlar, go'nju qo'yinglar, do'stlaringlarga mu taqib qo'yinglar. Rahmat.